Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir obunachimizdan kelgan savolni sizlarga o'qib eshitiraman. Ko'krak qafasimda, yurak sohamda kuchli og'riq kuzatilmoqda. Chuqur nafas olganimda ham bu og'riq seziladi. Yuragimni ikkiga qildirdim, kardiolog ko'rigidan o'tdim, lekin hech qanday o'zgarishlar aniqlanmadi. Demak, bunday holatlarda nima haqida o'ylash mumkin? Bunday holatlarda albatta biz qovurg'alararo nerv nevralgiyasi haqida o'ylashimiz mumkin. Hozir sizlarga yurak sohasidagi og'riq hamda qovurg'alararo nevralgiyasini farqini tushuntirib beraman. Demak, yurak sohasidagi og'riq asosan to'sh suyagining orqasida kuchli bosuvchi, ezuvchi qo'llarga hamda kurakka tarqalgan og'riq bilan namoyon bo'ladi. Bu albatta bunda nafas qisishi qo'shiladi. Bu albatta xavfli hisoblanadi. Qovurg'alararo nevralgiyasi demak harakatda, qo'llarni ko'targanda, egilganda, harakat qilganda, yo'talganda og'riq kuzatiladi. Bu nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Bunday holatlarda albatta nevrolog shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya etamiz.